Bu format inson mehnatiga qiymat berib, mahalliy resurs va salohiyatni barcha darajada harakatga keltiruvchi format. Agar u davlat rahbari istagan tempda yurgizilsa, Xorazmda iqtisodiy rivojlanish har bir tumanmas, har bir xonadon darajasigacha tushadi. Bu yerda gap bandlik haqida borayotgan ekan, demak bu muhim siyosat. Umuman, dunyodagi rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, barqaror bandlik ijtimoiy tinchlik, iqtisodiy o'sish va siyosiy barqarorlikning asosiy omillaridan biri. Xususan, Germaniyada dual vocational training tizimi asosida maktab yoshidan boshlab o'quvchi ishga moslab tayyorlanadi. Bu tizimda har bir o'rta ta'lim muassasasi sanoat korxonasi bilan integratsiyada. Bu o'zimizda ham sinaldi, ya'ni xonqada. Nima qilindi? Eng birinchi kompleks imkoniyatlar bilan sanoat hududi tashkil etildi. Mebelchilikka ixtisoslashgan. Noqulay sharoitda uyida ijarada ish olib borayotgan hunarmandlar, tadbirkorlar unga joylashtirildi. Shu yerning o'zida turk mutaxassislari jalb qilinib, kadrlar tayyorlash bo'yicha ham choralar ko'rildi. Yana bir tajriba Turkiyada. Turkiyada mahalliy ishlab chiqarish, mahalliy bandlik tamoyili asosida har bir shaharda hunarmandchilik va kasanachilik tarmoqlari davlat tomonidan nazorat qilinadi va quyida eksport salohiyati bu orqali yaxshilanadi. Xorazmning xonqasidagi ko'chachilik bilan shug'ullanayotgan ayollar ham ana shu tizimni o'zimizda qo'llagan holatda iqtisodiy kuchga aylanyapti bugun. Koreyada esa mehnat bozoriga moslashgan ta'lim tizimi orqali eksportbop ishchi kuchi tayyorlanadi. Koyka bilan hamkorlikda bu model ham Xorazmning Urganchida ishga tushdi. Bular loyihalar emas, bular davlat rahbariga taqdim qilingan natijalar. Umuman aytilsa, Xorazmda shakllangan insonlar hayotini o'zgartiruvchi mexanizm. Olaylik, birgina xonqadagi sanoat hududi, 61 ta korxona, 650 ta ish o'rni, 108 milliard so'mlik mahsulot, 10 milliard dollarlik sarmoya. Barchasi o'z-o'zidan gapiradi. Biroq prezidentni qiziqtirgan masala faqat raqamlar emas. U yerda usta bilan, dizayner bilan, ekspertchi bilan suhbatlashildi. Savollar qo'yildi. Qanday buyurtma olyapsiz? Kim bilan shartnoma bor? Yoshlar qaysi sexda faoliyat yurityapti? Bu inson hayoti bilan bog'liq sanoatchilik. Bu shartnoma orqali ko'rsatkich, oila daromadi, uy qurilishi, farzand ta'limi uchun imkoniyat. Bizni oila hunarmandlar oilasi bo'lib, otamiz stol, stul, mebel ishlab chiqarishgan, keyin akam davom qildirgan. Izidan mana biza shu kasbni tanladik. U qayerda qilardingizlar bu biznesni? Avvallari biznesimiz shu o'zimizni kichkina garajdan boshlangan. Keyinchalik bitta ijaraga bitta zdaniyani olib o'sha yerda ishlaganmiz. Mana hozir yangi inshoot qurdik. Bu yerda hamma sharoitlar bor. Davlatimiz hamma infratuzilmani o'zi hisobidan qilib berdi. Podstansiya qurishdi, mana gaz, hamma sharoitlar bor, suv bu yerda. Bu juda katta imkoniyat. Albatta, bu juda katta imkoniyat biza tadbirkorlarga. Kichkinaligimda ko'rardim. O'sha paytda masalan oddiy arrada ishlardilar. U juda masalan qo'rqib ketardik. Xavfli edi to'g'risi. Sababi ham narsalarning sifati yaxshi chiqmasdi u paytlarda. Hozir mana yangi texnologiyalar keltirganmiz. Xitoy davlatidan, Germaniya davlatidan. Bular albatta birinchilabdan ishchilar uchun, xodimlarning xavfsizligi uchun, keyingi masalada sifat. Albatta, mahsulotlarimiz hozir sifati ancha o'zgargan. Avvalgidan hozir mahsulotlar sifati bo'yicha chet davlat ishlab chiqarilgan mebellardan qolishmaydigan sifatga yetib kelmoqdamiz. Usta hunarmandlarning moliyaviy holati ham o'zgarganmi? Albatta, moliyaviy holati ham o'zgargan. Masalan, avvallar yillik oborotimiz bundan 2-3 yil oldin 1 milliardga yetmasdi. Hozir mana sekin-sekin 2-3-4 milliard. Tadbirkorlar uchun juda katta imkoniyat dedik. Lekin bu ikkinchi tomondan xonqa uchun juda katta imkoniyat, xalq uchun, oddiy xalq uchun. Qancha ish o'rinlari yaratildi. Shu yerlik odamni uzoqqa bormaydigan, shu yerni o'zida ishlab bo'ladigan bo'ldi. Uyiga pul olib kiryapti. Zonada 1000 ga yaqin xodimlar ishlab kelmoqda, ya'ni mebel sohasida. Bu yerda faqat mebel ishlab chiqarish emas, oldki qismida mebel do'konlari ham bor. Shu yerdagi ishlab chiqarilgan mebellarni mana shu showroomda sotib berishyapti. Bu tadbirkorlarga juda katta imkoniyat. Asosiysi hammasi aytganingizdek xalq uchun qilinyapti. Xalqni sarson bo'lmasligi uchun, hammaning ishi bir joydan bitishi uchun. Bu bilamiz, agar ko'pchilik bir joyda ishlasa, albatta bu raqobat degani. Ya'ni raqobat bo'lgandan keyin narxlar albatta arzonlashadi. Bu yanada xalqimiz uchun foydali takliflar paydo bo'ladi mana shu zonani o'zida.